Bugungi kunda yurtimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirish hamda oilalar daromadini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan Jizzax viloyatida ham bu borada tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularni zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda. Belgilangan maqsadli rejalarga muvofiq 2026-yilda viloyatda 10.630 nafar xotin-qizni zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlik yo'nalishlariga o'qitish rejalashtirilgan. Joriy yilning dastlabki 6 oyida esa 4.879 nafar xotin-qiz qisqa muddatli o'quv kurslariga jalb etildi. Ularning 4.241 nafari kasb-hunar egallagan bo'lsa, 638 nafari tadbirkorlik va biznes yuritish sirlarini o'rgandi. Shu bilan birga 6 oy davomida 54.889 nafar xotin-qizning bandligini ta'minlashga ko'maklashildi. O'tkazilgan 87 ta mehnat yarmarkalarida yuzlab xotin-qizlar doimiy ish o'rinlariga ega bo'ldi. Kasb-hunarga yo'naltirildi va huquqiy maslahatlar oldi. Jizzax viloyatining olis Arnasoy tumanida bugungi kunda 11 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud va ushbu tumanda 49 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Xo'sh, bugun tumanda ayollar bandligini ta'minlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bu savollarimizga ayni vaqtda javob olamiz. Shunday ekan, bizni kuzatib boring. Tumanning Bobur mahallasida istiqomat qiluvchi Mehribon Muhiddinova o'zining mehnatsevarligi va tashabbuskorligi bilan ko'plab ayollarga o'rnak bo'lib kelmoqda. U xonadonida tabiiy sutni qayta ishlab, qatiq, qaymoq, sariyog', suzma kabi turli mahsulotlar tayyorlaydi. Mahalliy bozorlarga yetkazib berayotgan tabiiy mahsulotlari xaridorlar ishonchini qozonib, oila daromadini sezilarli oshirishga xizmat qilyapti. Bugun Mehribon Muhiddinova nafaqat o'z oilasining farovonligini ta'minlamoqda, balki mahalladagi xotin-qizlarni ham halol mehnat orqali daromad topishga undayapti. Azaldan qishloq ayollari chorvachilik bilan shug'ullanib, oila dasturxoni uchun sut mahsulotlarini tayyorlashgan. Bugun ishbilarmon ayollarimiz mana shunday qishloq joylarda bu ishni tadbirkorlikka ham aylantirishdi. Ana shunday opalarimizdan biri Mehribon opa bilan suhbatlashamiz. Ular bugun xonadonida kichik biznesni yo'lga qo'yganlar va mahalladagi ishsiz ayollarni ham ish bilan ta'minlaganlar. Ushbu tadbirkorlikni boshlaganingizga qancha vaqt bo'ldi va qancha ish o'rni yaratdingiz? Bu yil 3-yil. 3 nafar ayolni, daftar ayolda turadigan ayollarni ish bilan ta'minlaganmiz. O'zimiz oilaviy korxonamiz, o'zimiz oilamiz bilan ishlaymiz. Boshida o'zimiz shu yerda o'zimiz aholidan olib boshladik. Endi hozir katta fermerlardan olyapmiz sutlarni. Mahalladan 100 millionlik kredit oldik. Faoliyatimizni kengaytirdik. Nima o'zgarishlar kiritdingiz kengaygandan keyin? Qurt apparati oldik, qurtni yo'lga qo'ydik. Yana mahsulot ko'paydi. Bir xil mahsulot chiqarardik, hozir 6 xil mahsulot chiqyapti. Qanaqa mahsulotlar? Sariyog', kefir, qatiq, yog'li qatiq, yog'siz qatiq 1%lik. Ayron, smetana bor. Yoz mavsumida qaysi mahsulotlar juda ham talabgir bo'lyapti hozir? Ayron bilan qatiq asosan ikkalasi. Ishlab chiqarish hajmi qanaqa hozirda? Hozirda 300-400, o'rtacha 300. Bo'lsa 400 litrgacha olyapmiz. Ishingizni boshlaganingizda kichkina edi, hozir kengaytirdingiz. Daromadimiz shunga yarasha oshib boryaptimi? Daromadimiz yaxshi. Pishloq, brinza, yanada sirni palichkalar, yana ham ko'proq sut olib, yana ham ko'proq mahsulot chiqarish niyatimiz shunday. Sifatli texnikalaridan foydalanyapmiz shu bugungi kunda. Xalqimizning dasturxoniga sifatli mahsulotlar yetkazib beryapmiz. Qilayotgan ishimizdan juda ham xursandman. Allohga shukr. Shuning orqasidan hammamiz, xalqimiz qanchalik xursand. Arnasoy tumani xalqi o'zlari kelib olib ketishadi uydan, xursandligidan do'konlarga tarqatamiz. Bobur mahallasida amalga oshirilayotgan innovatsion yondashuvlar asosidagi islohotlar xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Mahallada ayollarga biznes boshlash, imtiyozli kreditlardan foydalanish, kasb-hunar egallash va zamonaviy ishlab chiqarish usullarini o'rganish bo'yicha amaliy ko'nikmalar berilmoqda. Mahallada ayollarga biznes boshlash, imtiyozli kreditlardan foydalanish, kasb-hunar egallash va zamonaviy ishlab chiqarish usullarini o'rganish bo'yicha amaliy ko'mak berilmoqda. Bobur mahalla fuqarolar yig'inimizda 3755 nafar xotin-qizlarimiz mavjud. Shundan ehtiyojmand oilalarimiz
70 nafarni tashkil qiladi. Turli o'sha o'zini toifasiga qarab ayollar daftariga kiritganmiz. Bandligi ta'minlanishi kerak bo'lgan 12 nafar xotin-qizlarimiz bugungi kunga qadar bandligi ta'minlandi. Mana shu kelib turgan, tashrif buyurib turgan xonadonimiz ham ayollar daftariga kiritilgan edi. O'tgan yili 100 million imtiyozli xotin-qizlarga ajratilgan kreditdan foydalanib, o'zini bandligini ta'minladi, oilasidagi 2 nafar farzandini bandligini ta'minladi, hamda ayollar daftaridan chiqib, mana bu yilga kelib yoniga o'sha ehtiyojmand bo'lgan ayollar daftarida turgan yana 3 nafar xotin-qizimizni bandligini ta'minlab, uni ham o'zini ergashtirib, ustoz shogird an'anasi asosida hamda oilasiga daromad keltirib manfaatli yordam ko'rsatib kelyapti. Bizning Bobur mahalla fuqarolar yig'inimiz asosan chorvachilikka ixtisoslashgan. Hozirgi kunda 22 nafar oilamizga zotdor naslli chorvalar olib kelinmoqda. Bu chorvalar har bitta sigirimiz kamida 30 litrdan sut mahsulotini beradi. Kashtachilik, zardo'zchilik, gilamchilik o'quv kurslarimiz mavjud. Mana maktab bitirib yangi mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarimizni band qilyapmiz. Uyda o'tirgan xotin-qizlarimiz kelib qiziqish bildirib, qizlarimizni sepi uchun, o'zlarini oilasi uchun, esdalik sovg'alari uchun mana shu kurslarga qatnashib, kasblarda egallashib kelmoqda. Bundan tashqari issiqxonalarimiz bor. Har xil mahsulotlar yetishtirilyapti. Fitness klublari tashkil qilgan 2 nafar ayolimiz, sartaroshxonalar, ayollar go'zallik saloni, tikuv sexlarimiz bor, 4 ta yo'nalishlarimiz mavjud. Tumanning Do'stlik mahallasida ham tinib tinchimas tashabbuskor ayollar soni tobora ortib bormoqda. Ayniqsa qurt tayyorlash yo'nalishi mahallada oilaviy tadbirkorlikning muhim manbalaridan biriga aylangan. Ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan qurt bugun nafaqat mahalliy bozorlarga, balki boshqa hududlarga ham yetkazib berilyapti. Boshlaganimga 3 yil bo'ldi. Boshlaganimizda birinchi oilamiz bilan oilaviy boshlagan edik. Keyin ishsiz 3 ta xotin-qizlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Undan tashqari o'zimiz oilaviy bandmiz. Bir kunda qancha mahsulot ishlab chiqarilyapti? Bir kunda 1 tonna mahsulotni ishlab chiqaramiz. Asosan mana shu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar qaysi do'konlarga yoki qaysi hududlarga jo'natiladi? Toshkent viloyatining Angren shahriga yetkazib beramiz. Qurtlarimizga hozir talab juda ham yuqori. Ishlab chiqarish jarayonida tozalikka, mazali va sifatli chiqarishga harakat qilyapmiz. Kelgusidagi rejalarimiz shu ish jarayonini kengaytirib, ko'proq xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz. Bu tadbirkorlik qishloq sharoitida juda ham qulay. Qayd etish kerakki, ushbu mahallada 2001 nafar ayollar istiqomat qiladi. Quvonarlisi, ularning 14 nafari bugun yakka tartibdagi tadbirkorga aylandi. Bu esa mahallada xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasida tizimli ishlar olib borilayotganligining amaliy isbotidir. Xususan tashkil etilayotgan kasb-hunar kurslari, tadbirkorlik bo'yicha o'quv mashg'ulotlari va moliyaviy ko'mak dasturlari orqali ko'plab ayollar o'z biznesini yo'lga qo'ymoqda. Annasoy tumanining driver sohalaridan biri bu chorvachilik. Biz Do'stlik mahallasiga kelganimizda ham buning guvohi bo'ldik. Ayniqsa bizni xursand qilgan jihat shu bo'ldiki, oilaviy tadbirkorliklar aynan mana shu xonadonlarda sut mahsulotlarining qayta ishlab chiqarilayotganligi mahalliy bozorlarni ham to'ldiryapti. Siz faoliyat yuritayotgan mahallada bu borada qanday natijalarga erishilyapti? Qurtchilarimiz, sut mahsulotlarimiz 3 ta bo'ldi. Uchalasi ham bir-biridan yaxshi, o'zlari tadbirkorligini kengaytirib, iloji boricha rivojlantirib yotdi. Mahalla tikuvchilik yo'nalishlari bor. Ayollarimiz chiroyli do'ppi, milliy kiyimlarda tikyapti, ko'ylaklar, keyin quroqchilik, choponchilik, ko'rpa to'shak shunaqalar xolasa tikyapti. Ularni paxtalarni solib klientlarga tayyorlab beryapti. Qo'g'irchoq o'shalar tikib, o'zimizning Aydor ko'limizga ko'proq o'sha yoqqa olib borib sotib, daromad qilib yotibdi. Ayollarimizga qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz. Kreditlar olib beryapmiz. Shu mashinkalar olib beryapmiz, apparatlar olyapmiz. Xudo xolasa yana ham apparat olmoqchimiz, yana bittasiga. Sutni qayta ishlash, qaymoq, qatiq o'sha chiqaraman deb turibdi. Ularni ham rivojlantiramiz xudo xolasa. Ayollarimiz juda xursand. Nimaga deganda ishsiz o'tirgan ayollarimiz ish bilan band bo'lyapti.
Ayollarning mehnati, tashabbusi va tadbirkorlik salohiyati jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Bugungi kunda Arnasoy tumanida xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, zamonaviy kasb, hunar va tadbirkorlikka jalb etish borasida yangicha yondashuvlar yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda Arnasoy tumanimizda 27556 nafar ayollar istiqomat qiladi. Shulardan mehnatga layoqatli bo'lgan ayollarimiz 8345 nafarni tashkil qiladi. O'shalardan doimiy ish bilan band bo'lganlarimiz hozirgi kunda 2368 nafar tashkil qiladi. Arnasoy tumani asosan qishloq xo'jaligiga va chorvachilikka ixtisoslashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda o'sha qishloq xo'jaligi sohasida xotin-qizlarimizni 2300 nafari band. Bundan tashqari mana doimiy ish bilan band bo'lganlar bor. O'zlari ishlab chiqarish qilyapti. Hozirgi kunda mavsumiy ish bilan band bo'lganlar bor. Bundan tashqari xotin-qizlarimiz hozirgi kunda o'z tadbirkorliklarini yo'lga qo'yib, mana qishloq xo'jaligiga rivojlantirib kelmoqda hamda o'zlarini oilaviy tadbirkorliklarini yo'lga qo'ygan. Sut mahsulotlarini qayta ishlash, bundan tashqari qurt mahsulotlarini qayta ishlab chiqaryapti. Bundan tashqari gulchilik sohasi bor. Bundan tashqari mana milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz sanalgan hunarmandchilik bo'yicha mana xotin-qizlarimiz doimiy kashtachilik, quroqchilik, ko'rpa to'shak, tikuvchilik bilan ham band. Hozirgi kunda ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarimizdan 13 nafariga ijtimoiy loyihadan 26 million so'mdan vaucher asosida ijtimoiy loyihadan pul ajratildi. Bular tadbirkorliklarni yo'lga qo'yib, kelgusida xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida o'sha ijtimoiy loyihadan yutib olgan xotin-qizlarimiz har biri 3 nafardan xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Bu bilan oilasiga daromad olib kelyapti. Bundan tashqari, nima deydi, usta shogird an'anasiga amal qilgan holda tikuvchilik, tadbirkorlik, hunarmandchilikka o'qitilmoqda hozirgi kunda xotin-qizlarimiz. Xotin-qizlarimizning murojaati ko'pchiligi mana bandlik bo'yicha, ish bilan ta'minlash bo'yicha ko'p murojaatlar kelib tushgan. Bundan tashqari uy-joy ta'miri bo'yicha murojaatlar ko'p tushgan. Bandligini ta'minlash bo'yicha mana hozirgi kunda muhtaram prezidentimizni Arnasoy tumaniga katta e'tibori tushdi. Bundan tashqari mana ishlab chiqarish, korxonalar, tashkilotlar ochildi. Mana chet ellik fuqarolar bilan investitsiyalar kiritilib ishlab chiqarishga qaratildi. Shunga asosan xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlandi. O'sha yoqqa doimiy ishga joylashtiryapmiz. Bundan tashqari ularni uy-joylari ta'miri bo'yicha mana kambag'al oilalar reyestrida turgan ayollarimizni uy-joy ta'miri ko'rsatilmoqda. Menimcha aynan Arnasoylik xotin-qizlarimiz bugungi kunda tumanda rivojlanib borayotgan, o'sha sayyohlik salohiyati oshayotgan hududlarda Aydar Arnasoy ko'llar tarmog'ida ham ish bilan ta'minlangan. Xuddi shunday Aydar Arnasoy ko'llarida sayyohlik majmuasi vujudga keldi. Bundan tashqari o'sha yerda atrofdagi Novruz qo'rg'onida uy mehmonxonalari tashkil qilingan. U yerda ham xotin-qizlarimiz faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Xotin-qizlarimiz o'sha turistik nimalar bo'yicha o'qitilyapti. Hozir ingliz tiliga o'qitish moslashtirilyapti. Ingliz tiliga ham to'garaklarimiz ochilgan. Xotin-qizlar bevosita jalb qilganmiz. Qiziqishiga qarab kelib o'qiyapti hozirgi kunda. Do'stlik tumanida ham xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularning muammolarini o'rganish va hal etish bo'yicha manzilli ishlar olib borilyapti. Har bir mahallada ehtiyojmand ayollar bilan individual ishlash, ularni kasb-hunarga yo'naltirish, tadbirkorlikka jalb etish va zarur moliyaviy ko'mak ko'rsatish bo'yicha samarali mexanizmlar amalda qo'llanilmoqda. Shuningdek, prezidentimizning xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq Jizzax viloyatida 2026-yil davomida 8 ta xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazi tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib, ulardan biri aynan Do'stlik tumanida barpo etiladi. Bu esa xotin-qizlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bizning Do'stlik tumanimizda 34 mingdan ortiq xotin-qizlar istiqomat qilsa, yillar davomida Do'stlik tumani qishloq xo'jaligi sohasidagi tuman bo'lganligi uchun ayollarimiz asosan qishloq xo'jaligi sohasida band edi.
oxirgi yillarda mana shu innovatsiyalar, zamonaviy yondashuvlar natijasida bizni ayollarimiz ham tekstil sohasida o'zining samarali mehnat faoliyatini olib bormoqda. Bundan tashqari tumanimizda xotin-qizlar tadbirkorligiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Hozirgi vaqtda har bitta mahallamizda mana shunday kichik tadbirkorlik subyektlari xotin-qizlar tomonidan yuritib kelinmoqda. Bu turli sohalardan faqat qishloq xo'jaligi, chorvachilikka ixtisoslashgan yo'nalishlar, balki ishlab chiqarish, qandolatchilik, quroqchilik yo'nalishlari, undan tashqari mana bedanachilik, naslli chorva yetishtirish, ulardan sut, qatiq mahsulotlari olib ularni qayta ishlab savdo do'konlariga yetkazib berish, go'zallik saloni yo'nalishida qator xotin-qizlar tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqda. Umuman olib aytganda, biz ayollarimiz ham tadbirkorlik yo'nalishlarini zamonaviylashtirilgan holda faqatgina qishloq xo'jaligiga bog'lamasdan boshqa yo'nalishlarda ham samarali mehnat qilib kelmoqdalar. Prezidentimiz 87-sonli farmoni bilan xotin-qizlarga imtiyozli kreditlar ajratish yo'nalishida, erkaklarga masalan 23% dan bo'ladigan bo'lsa, xotin-qizlarimiz 21% dan o'sha kreditlar olib yoki har bir oila tadbirkor dasturi doirasida 17% dan kreditlar olib mana shu imtiyozlardan foydalanmoqda. Hamroh dasturi asosida 100 million so'mgacha masalan kafillik asosida kredit olish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari yana ularni eng yaxshi ijtimoiy loyihalar, grant tanlovlari orqali qo'llab-quvvatlab, ularga o'sha qaytarmaslik sharti bilan xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, eng kamida 3 ta ish o'rni yaratishni shart qilib qo'ygan holda 24 million so'mgacha grant mablag'lari ajratish. Bu ham bitta xotin-qizlarga yaratilgan imtiyoz sifatida. Nafaqat kredit yo'nalishida, balki soliq imtiyozlari, mana shu tadbirkorlik faoliyatini boshlagan xotin-qizlarimizga qator soliq bo'yicha yengilliklar, imtiyozlar berib kelinayotganligi ham xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda muhim omil deb hisoblayman. Do'stlik tumanining Chinobod mahallasida yashovchi hunarmand tadbirkor Sevara Islomova bugungi kunda quroqchilik va tikuvchilikning turli yo'nalishlarida samarali faoliyat yurityapti. 20 yillik tajribaga ega bo'lgan tadbirkor milliy an'analarni zamonaviy dizayn bilan uyg'unlashtirib, bejirim mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Qahramonimiz o'z faoliyati orqali nafaqat oilasining daromadini oshirmoqda, balki mahalladagi yosh qizlarga hunar o'rgatib, ularning bandligini ta'minlashga ham munosib hissa qo'shyapti. 5-avlod vakiliman. Onamdan bolaligimizdan o'rganib kelganmiz. 2009-yil o'zimni erkin faoliyatimni boshlagan bo'lsam, biz tadbirkorlarga soliq taraflama, kengayish taraflama ozgina muammolar bo'lgan. Qiyinchiliklardan o'tib, shu 2017-yil rasman yakka tartibdagi tadbirkorga aylandim. O'sha vaqtda bir o'zim boshlagan bo'lsam, hozirda 8 nafar ayolni ishga jalb qila oldik va 6 nafarini biz kasanachilikka jalb qildik. Bu kasanachidagi ayollarimiz uyda o'tirgan, yosh bolasi bor, nogironligi bor ayollar hisoblanadi. Bu yerdagi ayollarimiz ertalabdan kechgacha mazza qilib ishlashadi. Bizlarda hozir 20 xildan ortiq mahsulotlarimiz bor. Barcha xizmatlarni yo'lga qo'ydik, hatto yuvish xizmatlarigacha yo'lga qo'ydik. Behisob shukr, barchasi yaxshi. Hozirda ishimizni biroz kengaytirdik, yana ham kelajakda yana bemalol bir 50 nafarni ishga jalb qila olamiz. Shu 2017-yil yakka tartibda tadbirkor bo'lsam, shu kunga qadar Qoraqalpog'iston baxshichilik festivali bo'ldi. O'sha yerda lider tadbirkor diplom oldim, o'sha yerda taqdirlandim. Buxoroda zargar va zardozlar festivali bo'ldi. U yerda ham diplom oldik, tashakkurnomalar oldik, taqdirlanib. Eng qiziqarli joyi chet eldan kelgan turistlar, hunarmandlar bilan tajriba almashdik. Yil ayoli ko'rik tanlovida 2-o'rin oldim. Men juda ham qiynalib oyoqqa turganman shu vaqtgacha, o'zi bo'lmagan. Biz prezidentimiz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab boshlagandan buyon bizga juda ko'p e'tibor, imtiyozlar, qo'llab-quvvatlashlar ko'p bo'ldi. Masalan, kredit ola olmasdik. Avval juda ham qiynalardik. Mana shu kreditlar ola olmay, mashinka ola olmasdik. Hozir hatto subsidiyalarga mashinkalar berildi. Kreditlar imtiyozli, masalan, 100 million kreditlar o'yla olmasdik, u olish u yoqda tursa. 100 million imtiyozli kreditni olgan holda mana shunday sexni ochishga muvaffaq bo'ldik. Sevara Islomova kabi tadbirkor ayollar mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ular yangi ish o'rinlari yaratib, oilalar farovonligini oshirish,
milliy hunarmandchilikni rivojlantirish va mahalla iqtisodiyotini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bizni mahallamizda 2280 ta ayollarimiz bor. Xotin-qizlarimizga yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, reyestrda turgan ayollarimizni ish bilan ta'minlaganmiz. Yana faoliyatlarini kengaytirishga yordam berib kelmoqdamiz. Bunaqa tadbirkorlarimizdan bizda juda ham ko'p xizmat ko'rsatish yo'nalishlari, ishlab chiqarishlar. Bizning mahallamiz hududida ishsiz ayollarimizning soni yildan yilga, oydan oyga kamayib ketmoqda. Do'stlik tumanining Saritepa mahallasida bugungi kunda 4,5 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi va ushbu raqamlarning o'zi ham bu hududga maktabgacha ta'lim tashkiloti qanchalik kerak ekanligini ko'rsatib beradi. Biz turgan ushbu maktabgacha ta'lim tashkiloti xususiy va buni ushbu mahallada yashovchi opamiz tashkil etganlar. Xo'sh, ayni vaqtda bu yerda qancha tarbiyalanuvchilar saboq olyapti va ularga necha nafar malakali tarbiyachilar dars berib kelyapti? Buni tadbirkorimizning o'zlari so'rab ko'ramiz. Do'stlik tumani hokimi tashabbuslari bilan mana shu bog'chani biz barpo qildik. 2023-yil noyabr oyidan beri ish boshladik. Bundan juda ham xursandmiz. 50 nafar tarbiyalanuvchi bor hozirgi kunda. Ishchilarimiz tomonidan mashg'ulotlar o'tiladi. 5 nafar ishchimiz bor. Ularni o'sha ish bilan ta'minlaganmiz. Uyda o'tirgan ayollar har biri shu maxsus o'quv yurtlarini tugatishgan, lekin ishsiz edi. Mana shu bog'cha barpo qilingandan keyin ularni ish bilan ta'minladik. Va ular ham juda ham mamnun. Tarbiyalanuvchilarimiz, ota-onalari juda ham xursand. Kelgusidagi rejalar qanday? Yangi ish o'rinlari yaratmoqchimisiz? Faoliyatni-chi qay darajada kengaytirmoqchisiz? Kelgusi rejalarimiz anchagina. Xudo xolisa bu tarbiyalanuvchilarimizga mental arifmetika hamda ingliz tili to'garaklarini ochmoqchiman. Jumladan o'zim ham shu mutaxassisligim ingliz tili fani bo'lganligi uchun bolajonlarga o'sha o'tmoqchimiz to'garaklar tashkil qilib. Tumanning Navro'z mahallasi Bibixonim ko'chasida yashovchi Muqaddas Xidirova bedanachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Bugungi kunda u bedanalarni parvarishlash, tuxum va parhezbob go'sht mahsulotlarini iste'molchilarga yetkazib berish orqali barqaror daromad manbaiga ega bo'lgan. Bedana tuxumi o'zining vitamin va mikroelementlarga boyligi, parhezbob xususiyatlari hamda sog'lom ovqatlanishdagi ahamiyati bilan ajralib turadi. Shu bois ushbu yo'nalishga bo'lgan qiziqish yildan yilga ortib boryapti. O'zbekistonning tadbirkor ayollari turli yo'nalishlarda o'zlarini sinab ko'rib, yaxshi natijalarga ham erishishmoqda. Ayni vaqtda biz Do'stlik tumanining Navro'z mahallasidamiz va Navro'z mahallasining xotin-qizlari mana shunday bedanachilik faoliyatini ham yo'lga qo'yishgan. Xo'sh, ushbu faoliyat bilan shug'ullana boshlaganingizga qancha bo'ldi? Bu ish faoliyatini boshlaganimizga 3 oydan oshdi. Mana shu natijalarga erishib, mana tuxum hosiliga kirib, hozirgi kunda tuxumlarni sotyapmiz. Juda yaxshi. Bu yerda hozir nechta bedana boqyapsiz va bir kunda qancha tuxum olib sotyapsiz? Hozirgi kunda 1,5 mingtadan oshiq bedana boqyapmiz. Kuniga 700-800 tadan oshiq tuxumlarni olib mahallaga, mahallamiz do'konlariga sotyapmiz. Prezidentimiz tomonidan ham yaratilayotgan katta imkoniyatlar, shart-sharoitlardan kelib biz ham oqilona foydalanib mana shu ishni yo'lga qo'ydik. Hozirgi paytda oilaviy ish bilan band bo'ldik. Iqtisodiyotimizga ham ancha foyda beryapti. Mahallamizdagilar ham xursand, ular ham uyimizdan kelib tuxumlarni olib ketib, demak mahallamizga ham manzur bo'lyapti. Navro'z mahallasida qandolatchilik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar safi ham kengaymoqda. Ana shunday tadbirkorlardan biri Dilafruz Ubaydullayevadir. U turli pishiriqlar, tortlar va shirinliklar tayyorlash orqali ko'plab buyurtmachilar ishonchini qozongan. E'tiborli jihati, Dilafruz Ubaydullayeva bugun bu hunarini mahalladagi qizlarga ham qunt bilan o'rgatib kelyapti. 5 ta ishchim bor. Shogirdlarim ham bor ancha. Zakaz olamiz to'ylarga, marakalarga, aqiqalarga, tort, somsa, pishiriq hammasini qilamiz. Bugungi kunda talab juda zo'r, daromadimiz ham shunga yarasha. Men ayollarga yaratilayotgan imkoniyatlardan juda ham mamnunman va xursandman. Ulardan oqilona foydalanishga harakat qilyapman. Navro'z mahallamizda 3776 ta xotin-qizlarimiz bo'lib, bir qancha yo'nalishlarda hozirgi ish faoliyatini olib borayotgan xotin-qizlarimiz bor. Kichkina tikuv sexlarimiz bor, qandolatchiligimiz bor,
ishlab chiqarishlarimiz bor. Parrandachilik, chorvachilik, har xil turdagi yo'nalishlarimiz bo'yicha bir qancha ishlar olib borilmoqda. Qandolatchilik juda ham kerakli soha, ayniqsa ayollarimizni ish bilan ta'minlashda, hunar o'rganishda, maktabni bitirayotgan qizlarimizga, bo'lg'usi kelinlarimizga juda ham bu foydali ham samarali narsa deb o'ylayman. Shuning uchun biz hozirgi kunda bu qandolatchilik sohasi bo'yicha usta shogird yo'nalishlarida ish olib boryapmiz. Ayollarni e'zozlagan va qadrlagan yurt yuksalaveradi, chunki ayol oilaning tayanchi, farzand tarbiyasining bunyodkori, jamiyat ravnaqining faol ishtirokchisidir. Uning mehnati e'tirof etilib, bilim va salohiyatini namoyon etishi uchun imkoniyat yaratilgan sari mahallalar obod, oilalar farovon, jamiyat esa yanada mustahkam bo'ladi.